Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttaqin, ve salatu ve selamu ala hayri halkihi, Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala barcha insonlarni, mo'min musulmonlarni saxovatli, qo'li ochiqlikka buyurmoqda. Allah subhanahu va taolo mo'min musulmonlarning sahiy boylariga zakot bermoqlik, fitr sadaqa, fidyalar bermoqlik kabi vazifalarni yuklab qo'ydi. Demak, Alloh taoladan qo'rqqan, Allah subhanahu va taolaning rahmatidan, jannatlaridan umidvor, mol mulkini barakotli bo'lishligini istagan mo'min musulmonlar demak zakot beradilar. Fitr sadaqalari bilan kambag'al, muhtoj, g'arib talab ilmlarni shodman, xursand qiladilar. Ilm yo'lida yurganlarni ko'ngillarini ko'tarib, ularga moddiy yordam berib, ularni albatta duolarini oladilar. Shu bilan bir qatorda beradigan ihsonning turi ham bir necha xildir. Ana o'shalardan biri qiladigan ihsoningiz, qiladigan yordamingiz eng yaxshi narsalardan bo'lishlik kerak. Shundagina Alloh taoloning rahmatlari, Alloh taoloning barakatliklari, Alloh taoloning yaxshi narsalariga, yaxshi atolariga erishamiz. Alloh taolo o'z kalomida aytgan: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bi alim." dedi. Sadaqallohul azim. Hech ham eslab olinglar. Hech ham yaxshilikka erisha olmaysiz, yetishmaysiz. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsani infoq va ihson qilmaguningizcha deb Alloh taolo marhamat qildi. Albatta Alloh taolo har bir narsani bilguvchi ulug' zotdir. Ya'ni kim bir joyga ihson qilmoqchisiz, kimgadir bir ihson qilish niyatingiz bo'lsa, eng yaxshi narsadan ihson qiling. Ana shunda sizlar yaxshilikka erishasiz. Yaxshi narsadan ihson qilinsa, demak Alloh subhanahu va taolo yaxshi narsadan ihson qilganni yaxshiliklarga, ko'p xayriyatlarga yetkazar ekan. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayh o'zlari doimo odamlarga shakar ihson qilar ekan. Shirinliklar ihson qilar ekan. Shunda u kishidan so'rashdi: "Nima uchun siz doimo shakar ihson qilasiz? O'rniga pul berib qo'ya qolsangiz bo'lmaydimi?" deganda, "Men o'zim shirinlikni nihoyatda yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taoloning amriga itoat etgan holda o'zim yaxshi ko'rgan narsani ihson qilaman" deb aytgan ekanlar. Demak, shirinlikni yaxshi ko'rganlari bois odamlarga shirinlik tarqatar ekan. Kimdir nimanidir yaxshi ko'rsa, o'sha yaxshi ko'rgan narsani infoq, ihson qilsa, albatta Alloh subhanahu va taoloning ko'p va xo'p yaxshiliklarga muyassar bo'ladi. Biz tarixdan yaxshi bilamiz, Alloh subhanahu va taolo Qobil va Hobil, ya'ni Odam alayhissalomning ikki farzandiga qurbonlik qilishlikka buyurdi. Alloh subhanahu va taolo ikkitasiga qurbonlik qilishga buyurdi. Hobil qo'y cho'pon edi. U eng semiz, eng chiroyli qo'yini qurbonlik qildi. Hobil dehqon edi. Dehqonchiliklarga har xil eng past-pastlisini qiluvdi. Alloh subhanahu va taolo Qobilni emas, Hobilni qilgan ihsonlarini dargohida qabul etdi. Shuning uchun birovga ihson qiladigan bo'lsangiz, meva-chevadan bo'lsa, chiriganini emas, eng yaxshisini qiling. Agar qo'y so'yib bir ihson qiladigan bo'lsangiz, eng semizini, eng chiroylisini qiling. Agar birovga infoq ihson qiladigan bo'lsangiz, o'sha ihsoningizni olgan odam xursand bo'ladigan narsani ihson, infoq qilsangiz, ana shunda albatta yaxshiliklarga erishamiz. Ana shunda Alloh taolo mol mulklarimizga barakotlar beradi. Mana hozirgi paytda Mohi Sharif Ramazonda
qiladigan infoq ehsonlarimizni kimlarga qilishligimiz, kimlarga ehson qilsak qabul bo'lishligini albatta anglab, tushunib, yetib, shunga qarab ehson qiladigan bo'lsak, albatta Alloh subhanahu va taolo qilgan ehsonlarimizga yarasha ko'p va xo'p yaxshiliklar ato qiladi. Ko'chada ichib yuradigan, mohisharam Ramazonni masxara qiladigan, ishlamaydigan, dangisa, har xil bemaza ishlarni qilib yuradiganga zakot ham bermang, bunday insonlarga fitr sadaqa ham bermang. Chunki bu fitr sadaqa, zakotlar bir insonni oyoqqa turib olishligi, og'irini yengil bo'lishligi, toat ibodatlarda mustahkam bo'lishligi, bu berilgan narsalarni kuchi quvvati bilan ibodat, ilmda mustahkam bo'lishlik uchun beriladigan narsa. Ana shunday ekan, demak, bugungi talib ilmlarimizga, ilm yo'lida yurgan yoshlarimizga, ilm berayotgan ustozlarga biz o'zimizni zakotlarimizni, ehsonlarimizni bersak, albatta o'z o'rniga tushadi. Bitta bolani, bitta talib ilmni olim bo'lishligi uchun, qori bo'lishligi uchun, buyuk olim bo'lishligi uchun biz ozgina ko'mak bersak, uni qoldirgan ilmi, uni o'qigan ilmlaridan albatta bizlarning nomaya amollarimizga ulug' savoblar yetishib turadi. Alloh subhanahu va taolo infoq ehsonni o'zini kambag'alligini, muhtojligini ko'rsatmaydigan, ko'rganlar boy deb o'ylaydiganlarga berishlikka nima qilgan, yo'lini ko'rsatgan. Ya'ni shunday odamlar borki, o'zi kambag'al, muhtoj, qaysi bir vaqt boy bo'lgandir, lekin borib kambag'al, muhtoj bo'lib qolgan, lekin o'zini hech muhtojligini, kambag'alligini bildirmaydiganlar bor. Ana shunday odamlarni topib, ana shunday odamlarga infoq ehson qilsak, o'z o'rniga tushadi. Qancha ustozlarni bilamiz. Bular bugungi kunda ijarada turadilar, yoki bo'lmasa moddiy tomondan qiynalgan, lekin o'zini qiynalganligini aslo va aslo bildirmaydi. Mana shunday ustozlarni topib, ularni og'irini yengil qilib, ularga ko'mak bersak, nur ustiga a'lo nur. Shu bilan bir qatorda maktablarda dars beradigan ba'zi bir ustozlar borki, ularning ham ahvoli og'ir, bitta oylik bilan kun ko'rishlari qiyin. Ana shunday ustozlarga ham ko'mak bersak, albatta ilmga ko'mak bergan bo'lamiz, kelajakka ko'mak bergan bo'lamiz. Shuning uchun infoq ehsonlarimizni eng yaxshilarini mana shunday insonlarga berishligimiz kerak. Doimo so'rayveradigan, so'rab odamni bezor qiladiganlarga emas, haqiqiy muhtoj, haqiqiy Allohdan qo'rqadigan, haqiqiy insonlarga beradigan bo'lsak, albatta Alloh subhanahu va taoloning ajri, mukofoti kun ustiga ziyoda bo'lib boraveradi, savoblari. Bularning ichida albatta bemorlar bor, albatta bularning ichida muhtoj oilalar ham bor, yetimlar bor. Biz bularga bermanglar deb aytmaymiz. Bularga ham albatta ko'mak berish, jamiyatimizda iloji boricha bironta muhtoj qolmaslikka harakat qilishligimiz kerak. Ammo lekin bugungi kunda eng ehtiyojmandlardan bittasi ta'lim tarbiya berayotganlar, madrasada ta'lim berayotganlar, madrasada talib ilm bo'lganlar, shu bilan bir qatorda mana boshqa davlat institutlarida ham ta'lim tarbiya olayotgan muhtoj bo'lgan talib ilmlarni ham og'irini yengil qilib qo'ysak, inshaalloh albatta ulug' savob bo'ladi. Chunki bu davlat oliygohlarida o'qiyotganlar ham aksari mo'min musulmonlardir. Aksari shu o'qiyman, ilm olaman, kelajakda bir millatga, dinga, davlatga, yurtimga, ota-onamga bir manfaat keltiraman deb o'qib yurishibdi. Demak, ularni ham og'irini yengil qilishlikka, ularga ham ko'mak berishlikka barchamiz harakat qilishimiz kerak. Nafaqat Ramazon oyidan tashqari paytlarda ham imkonimiz bor bo'lsa, darhol o'shalarga o'zimizni infoq ehsonlarimizni qilsak, albatta yaxshilikka yetamiz. Chunki Alloh taolo aytayapti: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Hech ham yaxshilikka yetisha olmaysizlar
o'zlaringiz yaxshi ko'rganni infoq ihson qilmagunlaringizcha deb marhamat qilyapti. Shunday ekan, infoq ihsonlarimizni mana shunday insonlarga bersak, albatta nur ustiga nur bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo fazilatli ayyomlarda infoq ihson qilayotgan, zakot berayotgan, fitr sadaqa berayotganlarni ihsonlarini Alloh dargohida qabul etsin. Bu qilinayotgan ihsonlar evaziga ko'plab ajrlar, mukofotlar bersin. Ularni mol mulklariga Alloh barakotlar bersin. Masjidlarda taroveh namozlarini o'qishlik uchun xizmat qilayotgan, sharoitlar yaratib berayotgan barcha aka-ukalarimizga ham Alloh taolo o'zi xayrli, yaxshiliklarni muvaffaq aylasin. Kelasi Ramazon oylariga ham xatolarimizdan kam bo'lmasdan sog' salomat yetib kelishligimizni Alloh nasib ro'zi aylasin. Albatta bizni aytgan nasihatlarimizni oqil oladi. Demak, aytgan so'zlarimiz oqillar uchun nasihat bo'lsa, johillar uchun fasihat. Fasihat degani aqlsizga qancha nasihat qilsangiz, bu qilag'idan kiradi, bunisidan chiqib ketaveradi. Shuning uchun demak, nasihatni oqillar oladi, aqli bor insonlar oladi va unga rioya etadilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.